hammaga. Jetur X70 Plus mashinamizni tormozli kalotkalarini alishtiramiz. Qancha yurgan edi bu? 35 ming yurgan. Qaranglar, mana o'zini zavodskoy kalotkasi. Mana diskani ahvoli. O'zini zavodskoy kalotkasida metallni ko'pligini sababi mana diskani chizib qirib tashlaydi mana. Shuning uchun iloji boricha keramika qo'yinglar, bo'lmasa mana disk qizib deformatsiya beradi, tormoz berganda pedal uradi bu. Superklaponni smaska qildik. Visoka temperaturni smaskada. Tak, bu yoqda ham shu ahvol mana. Chizib tashlagan, lekin kalotka mana. Kalotka tugamagan, lekin qattiq kalotka. Kam qolgan. Mana yechimi keramika kalotka qo'yib beramiz. Nasib bo'lsa, xudo xolasa. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilib kelaverasizlar.